Assalomu alaykum. Hozir obyektimizda mana sizdan oldin bitta demak polni kafil terishgan. Xitoy yaxshi kafilidan, lekin bu yerdagi xatolik polga yaxshi grunt o'tib berilmagan. Keyin kafilni kley surilmasdan shundoq grebionka bilan yerga tortib ustiga qo'yib ketirilgan. O'sha hisobiga hamma kafil buni po'killab yotibdi mana. O'shani biz hozir hammasini ko'chirib, yana qaytadan boshdan qilamiz. Mana bu yerda ham polni mana boy o'ylab yotibdi. Shunaqa holat. Hurmatli kafilchilar, polga ham, kafilga ham обязательно shpatel bilan birsida sidirib kafilni kley surib olish shart. Shu ishni qilmaganligi uchun mana bu yerda hozir bu yoqda yana ikkita xona kirib ketgan kafil ichkariga. Endi narsalar borgan, keyinchalik o'tda ham almashtirish kerak bo'ladi. Kafil hammasi po'killab ko'chib ketgan.